odam bunchalik farosatsiz bo'lishi nimadan ekan? Mana bu mashina qo'yilmasin degan. Mana bu yo'l qanaqa o'tib ketaman endi, ham qolib ketganini qara mashinani. Ha, Trekkerga ham po'q ekan, mana bu Cobalt'larga ham po'q ekan. Qanchalik farosatsiz bo'lish kerak bunaqa yo'llar o'rtasiga mashinani qo'yib ketish uchun. Odamlarga nima bo'pti, onasi bersin. Bunchalik mol bo'lish uchun, bunchalik farosatsiz bo'lish uchun qanaqa inson bo'lib yaralgan bo'lish kerak? Şey bo'ladi. Nerealniy lekin bor-ku. Xohlaganday mashinani qo'yib ketaverish kerak emas-da, qarash kerak. Yondan qanaqadir mashinalar kelib qolishi mumkin, случайный holatlar bo'lishi mumkin. Qayerdan o'tadi bular, qanaqa yuradi? Xafa bo'lmanglar, lekin farosatsiz ekansizlar-da. Mana shu Cobalt bilan Trekker. Onasini ham qo'yib ketgan joyini qarayapman.